8 fevral 2026 yil 1-seminarda chiqqan milliy sertifikat savobi. Demak, 4 2 ni darajasida yozib olamiz. Bu ko'rinishda 17 2 x kvadrati minus x ko'paytirilgan 2 kvadrat. Mana bu tenglikka ko'ra. Ani m minus n'ingisi nimaga teng? Ani n'ingisi ko'paytirilgan ani n'ingisiga teng. Plus 256 teng 0. Bu yerda 2 ni x kvadrat minus x'ini qilib belgilab n kvadrat minus 17 ko'paytirilgan 2 kvadrat plus 256 teng 0. Ishlayver. Sen bu tomonda o'tirib olishing kerak. Buni ko'paytiruvchiga ajratsak t minus 4 t minus 64 teng 0 bo'ladi. T demak 4 plus 64. T deb nima belgiladik? Mana bu yerda 2 ni darajasida x kvadrat minus x teng 4. Buni ham yozadigan x kvadrat minus x teng 2 bo'ladi. 2 ko'paytiruvchiga ajratib olsak 2 ni bu yoqqa minus qilib o'tadigan minus 2 x plus 1 teng 0. Bunda nima kelib chiqadi? Xo'p. Mana. Bundan kelib chiqadi x'imiz teng 2, x'imiz teng minus 1. Keyingisidan 2 ni x kvadrat minus x teng 64, x kvadrat minus x teng 2 ni nechinchisi bo'ladi? 5-inchisi 32, 6-inchisi bo'ladi. 6. X minus 6 teng 0. Bu yerda x minus 3, x plus 2 teng 3x teng minus 2. 4 ta ildizi bor ekan. Buni yig'indisini deb so'ragan bu yerda. Haqiqiy bizlar yig'indisini 3 plus minus 2 plus 2 plus minus